Qora Shahzoda 3-qo'ringa juda ham dahshat tapal sigirimiz sotiladi. Janavar molni qarang, juda chiroyli, badalari dahshat, cho'rpallar, qora sigirning suti eng quyuq, eng zo'r sut bo'ladi. Tushunadigan odam biladiki, buni libboy bitta sigir boqqan odam biladi. Qora sigirning suti dahshat bo'ladi. Sigirni zo'rini olaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, shoshilamiz faqat. Sigir juda ham tez ketib qoladi. Zo'rlarini olib kelyapman, juda tez ketyapti va arzon qo'yapman. 25 million 500 ming so'mga ana shu molimiz dastavka qilib beramiz. Sigirning badani ham dahshat, balasi ham dahshatda, bachasi 1 oylik kal shoxini o'jincha, rossiyskiy paroda balasi. Mana janavar sutini tashadi. Mana rossiyskiy paroda g'unojin bo'ladigan dahshat sutdan tuygan ayiqday balasi bu sigirni. Molni taylariga qarang. Ha janavar buchkaday tay bu janavarni. Sigirimiz taylari, baklariga e'tibor bering. Sigirni olaman degan odam aniq baraka topadi. Sigir dahshat sigir. Mana sigirimiz taglariga e'tibor bering. Janavarni buchkaday taki bu. Nartlari yumshoqqina, uzun bo'lishiga qaraganda. Xohlagan odam mana bunaqasiga sog'adi. Yelilari yumshoqqina sigirni. Xohlagan odam mana bunday mushlab mazza qilib sog'adi. Sigir tepsa tekinga olib ketasiz sigirni. Sigirga qarang. Agar bitta oyoq ko'tarsa, libboy bitta sigirimiz tekinga olib ketasiz. Gapimizga libboy va abishat qilganimizda sigir bitta tepsa yoki o'zini emsa tekinga olib ketasiz. 25 million 500 ming so'm sigirni udarini olaman deganlar kelsin. Janavar sigirni o'tirishiga qarang. Paglarga e'tibor bering. Dahshat sigir olaman deganlar shoshilsin deymanki, chunki tez sotilib qoladi bunaqa mollar. 25,5 million so'mga internet tarmoqlariga 35 millionda o'tirgan molni qo'ygandan keyin tez sotiladi-da, mol udar mol. Janavar tepsa tekin beriladigan yelilari uzun ana shu Qora Shahzoda udar molimizni 25 million 500 ming so'mga uyingizgacha dastavka qilib beramiz. Olgan odam aniq nasib bo'lsa baraka topadigan dahshat mol. Oling baraka toping. Ana sigirimizda rossiyskiy paroda udar g'unojinchasi 1 oylik kal shox bo'lachasi dahshat. Olgan odam mazza